Taniqli xonanda Ozoda Nursaidovaning klipi sababli avtohalokatga uchragan va nogiron bo'lib qolgan aktrisa Sabrina Jabbarovaga Munisa Rizayeva o'z hisobidan davolatishini ma'lum qildi. Bu haqda Munisa Rizayeva o'z Instagram sahifasida aytib o'tgan hamda muxlislaridan ham bu insonga qo'ldan kelguncha yordam qilish kerakligini so'ragan. Assalomu alaykum, hurmatli xalqim, hurmatli bizni kuzatib turgan fuqarolar. Men Jabborova Sabrinaning oyisiman. Men shuni ma'lum qilamanki, Sabrina qizim 24-yil 7-noyabrda avtohalokatga uchragan. Shunda skori buni Kadishvadagi 4-sonli shifoxonaga olib borishgan. Vrachlarning hushyorligi bilan qizimni hayotini saqlash uchun ancha harakat qilishgan. 9 soat operatsiya bo'lgan. Suyak o'ta maydalanib ketgan. Shu maydalanib ketgan suyakni bular terishgan. Ya'ni buni hayotini saqlash uchun, qonni to'xtatish uchun, men bulardan qizimni hayotini saqlagan uchun ham men ulardan minnatdorman. Jonlari sog' bo'lsin. Shu yoqdagi Salohiddin, Dilshod, qolganlarning ismlarini bilmayman, hammalariga, hamshiralari, ayniqsa Lola hamshirasi, vobshe muomalasi ham zo'r, hammasi yaxshi. Uyga ham kelib qancha yordam qildi, больницаga, pirvaskalariga. Ulardan xafa emasman, Allohga shukr. Qizimni shu o'limni yoqqasidan qaytarib berdi. Bu kamdan kam 0.5% bo'lgan operatsiyani shu o'zimizda O'zbekistonda bu tarixda bo'lmagan operatsiya deydi. Lekin shuni O'zbekistonimizga shuni qizimni hayotini saqlab berishdi. Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar chiqmayapsizlarmi? Buni oldinga qo'ygan storieslarni o'sha xabijada ko'rgan bo'lsanglar kerak, kelib ko'rib olgan syomkada nogiron bo'lib qolgan qiz Sabrina Jabbarova men o'rtog'im bo'ladi. Men bunga просто ko'z yumib keta olmadim, потому что qaysidir ma'noda o'zim ham san'atdan chiqqanman va san'atda tanishganman u qiz bilan va o'sha san'at natijasida uni kelajagi barbod bo'lyapti. Просто karyerasi kelajagi buzilyapti. 2-noyabrda bo'lgan narsadan beri qancha vaqt o'tib ketdi? Hozir nechinchi chizgi? Hozir вообще mart oyi. Endi tasavvur qilinglar, shuncha vaqtdan beri bironta polza bo'lgan yo'q, faqat minusga kiryapti u qiz. Даже syomka plashadkadagilar ham unga yordam berishmayapti ekan. Yordam berishayotganda qanaqa 1 million to yeli как berib turishgan ekan, elanib. Tipa, men senga shu ham bo'veradi degan ma'noda u qanaqa отношение. Hech qanaqa yordam bo'lmasa, даже sud natijasi ham bular tarafiga chiqmayotgan ekan. Даже cho'zilayotgan ekan noyabrdan beri. Hozir biz bu qizga yordam pul yig'yapmiz. Iloji bo'lsa sizlarga ham qo'shilishinglarni azizlashingcha adashma 2-noyabrda bo'lgan voqea edi. Men bu rekvizitlar qoldiribman, qo'ldan kelguncha yordam beramiz degan umiddaman. Shuna nogiron bo'lib qolishiga qaramaylik, azizlar yordam beraylik. Video keng tarqalishi hamda ko'plab saxovat beshalarga yetib borishi uchun siz ham o'z hissangizni qo'shing. Videoga bir dona like bosib, izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Mana shunda video ko'pchilikka yetib boradi hamda bu qiz oyoqqa turishiga siz ham qo'ldan kelguncha yordam qilgan bo'lasiz. Hoziroq videoga like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.